Ko'plab insonlarni hayotida bir marta bo'lsa ham boshi og'riydi. Bosh og'rig'ini sabablari nima? Bosh og'rig'i keng qamrovli masala bo'lib, bunda bosh og'rig'i sababi ko'p. Misol uchun oddiy holat ko'pincha bizada bo'ladigan stresslar. Stressda nima bo'ladi? Stressda bizada qon tomirlar qattiq spazm bo'ladi. Bunda qon yaxshi yetib kelmaydi. Shunda ham gipoksiya bo'lib, bizada bosh og'rig'i kelib chiqadi. Stress oqibatida davleniya oshishi mumkin. Qon bosimi oshganda bizada bizani qon bosimimiz oshganda bizada albatta bosh og'rig'i kelib chiqadi. Bu sabab o'tgandan keyin yana suvsizlanish bo'ladi. Inson kam suyuqlik ichadi. Buni kam suyuqlik ichgani hisobiga qoni quyiladi. Qoni quyilgandan keyin albatta miya hujayralariga yaxshi oziqa kelmaydi. Shuni hisobiga ham bosh og'riydi. Unda ham gipoksiya bo'ladi. Xo'p, yana bir xilgi bizadagi boshimizda pazuxalarimiz bor. Pazuxalarimizda bizada yallig'lanishlar bo'lishi mumkin. Yallig'lanishlar hisobiga sinusit bo'lishi mumkin, frontit bo'lishi mumkin, gaymarit bo'lishi mumkin. Shularda ham bosh og'riqlari kelib chiqadi. Yana bizada bo'lishi mumkin shamollashi asoratlari ham bo'lishi mumkin. Misol uchun yuzaki nervlarimizda uch shoxli nervimiz bor, anaqa yuzaki nervlarimizda shamollash bo'lishi mumkin. Shamollab o'tib ketgandan keyin buni asorati hisobiga bu har doimgidek bizada og'riqlar kelib chiqadi. Ayniqsa ozgina sovuq teganda, o'shanda bu shamollash ko'pincha bizada og'riqning kuchayishiga sabab bo'ladi. Yana bo'lishi mumkin bosh og'riqlar ko'pincha osteoxondroz hisobiga bizada umurtqamizdan ozgina qon aylanishi o'tayotganda bizning tomirlarimiz ozgina siqiladi. Shuni hisobiga ham postoyanno bosh og'rig'i bo'ladi. Bosh og'riqlar bo'lishi mumkin, misol uchun ko'z bosimini yoki ko'zda bizada plus minus bo'ladi. Ikki xil ko'rishimiz hisobiga, ko'zimizdan ichki bosimimiz oshish hisobiga, yaxshi ko'rmaslik hisobiga biz ozgina напряженияda ko'ramiz, shunda ham bosh og'rig'i bo'ladi. Bosh og'rig'i bo'lishi mumkin, bizada burun to'sig'imizning qiyshayishishi hisobiga ham bo'lishi mumkin. Qiyshayishish hisobiga ko'pincha shamollash oqibatida bu yerda bizada yallig'langan burnimizdan yaxshi havo kelmaydi. Unda ham gipoksiya bo'lib bosh og'riydi. Bosh og'rig'ining turlari ham ko'p. Misol uchun migren, boshi yarmi og'riydi. Yarmi og'riganda ham 3 kunlab 72 soatlab og'rishi mumkin. Hech qanday preparatlar unga yordam bermaydi. Bosh og'rishi mumkin, boshni zo'riqish og'rishi mumkin. Bunda soatlab ko'pincha uyqusizlik faqat ishlash bo'lishi mumkin. Miyani zo'riqtiradi. Bunda ham bosh og'rig'i kelib chiqishi mumkin. Bosh og'rig'ining sababi ko'p. Ko'proq biza ko'pincha bosh og'rig'i bilan kelganda albatta bemordan nimadan kelgan og'riydi, qancha muddatda og'riydi, qanaqa holatda bu bosh og'rig'i kuchayadi, qancha davom etadi, shularni ham ko'rishimiz kerak. Albatta savol javobi ham ancha bizga diagnoz tashxisimizni to'g'ri qo'yishimizga yordam beradi. Yana tekshiruv usullarini ham qilishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda qon tekshiramiz, umumiy qon analizini ko'ramiz, qonning quyuqligini ko'ramiz. Keyin agar kerak bo'lsa, keyin o'sha laboratordan keyin biz diagnostika usullarimizda MRT, rentgen asosida tekshirish o'tkazamiz. Agar boshingizda sizda shunaqa og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, albatta shifokor bilan maslahatlashing. Birgalikda siz bilan yechim topamiz.